Alloh bergan mo'jizasan nurli yuzim. Senga boqsam quvonchlarga to'la ko'zim. Boqishlaring, qaysarliging xuddi o'zim. Alloh bergan omonatim jonim qizim. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik kunlarni nisholayotgani barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurriyatxon yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Singiljonim, sizni bugungi tavallud ayyominga shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni O'zbekistondan Dil izhorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Mayli. Singiljonim, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Akam, ota-onamdir, akamlardir. Mashalloh, halavatda. Sizni jonlaridan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, mehribon ota-onangiz Ahliddin aka Dilafruzxon opamiz nomidan kelibdi. Rahmat ota-onamga ham. Rahmat sizga ham. Va ular bilan birgalikda akalaringiz Muhammad Sharifjon aka, G'ofurjon aka, opalaringiz Dilfuzaxon opa, Dildoraxon opa, kelinoyilaringiz O'lmasxon opa, Zaynuraxon opa va barcha jiyanchalaringiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Hammalariga rahmat, kattakon rahmat. Salomat bo'ling, singiljonim, ijozat bersangiz birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Xo'p, mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, dunyodagi eng go'zal gulam. Bizga jannatni tuhfa qilguvchi jonim qizim. Seni bugungi Allohimga suyukli banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyoming bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Umring uzoq, tanajoning sog', martabang ulug', iymoning mustahkam bo'lsin. Oyizligim, mehrligim, chiroyli so'zligim. Allohim bergan senday go'zal farzandlarimizni rohatli kunlarda ko'rib yurishlik nasib qilsin. Sizlarni kamolingiz, sizlarni baxtingiz bizlar uchun eng katta ne'matdir. Jonim qizim, dardkashim, dilkashim, suyanganim. Baxtimizga omon bo'lgan. Oilamiz bilan birgalikda umr yo'limiz faqat va faqat chiroyli kunlarni o'tkazish bilan o'tsin. Seni jonidan ortiq yaxshi ko'rguvchi barcha jigarlaring baxtiga sog' salomat bo'lgan. Ahilchilik birdamlikda bo'lib, doimo jigarlaring bilan oqibatli bo'lib yurgan. Qizalog'im, sen uchun doimo yaxshi niyatdamiz va duodamiz. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Garchi bu so'zlarimizni senga ha deb ayta olmagan bo'lsak ham, mana bugun takror aytmoqchimiz. Jonim qizim, chiroyligim, mehribonim, jannatim qizim. Allohim o'zi seni hifz va himoyasida asrasin. Bunda yoshlaringni ko'pini ko'rib, o'ynab kelib yurishlik, hamisha bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib yurishlik nasib qilsin. Alloh bergan mo'jizasan nurli yuzim. Senga boqsam quvonchlarga to'la ko'zim. Boqishlaring, qaysarliging xuddi o'zim. Alloh bergan omonatim jonim qizim. Qizalog'im bunchalar ham beg'uborsan. Alloh bergan jannatdagi bir rayhonsan. Ming bor shukr, baxtimizga yaxshiyam borsan. Jannatlarga yo'lak bo'lgin jonim qizim. Bir kun qarab qo'llaringdan tutolmasam. Onam deya yerkalatib o'pkin yuzam. Gunohim ko'p, jannatlarga yetolmasam. Jannat tomon yetaklagan jonim qizim deya joyi bo'lgan o'zlarini, Dil izhorlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'lab o'tibdilar.
Singiljonim, sizni ham mehribon ota-onangizga, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Hammalarga kattakon rahmat. Navruz bayramlari bilan tabriklayman hammani. Sizga ham rahmat. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha hardam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz.